Amma. An. Ayn harfini 1 daqiqada o'rganamiz. Arab tili o'rganuvchilarining asosiy muammolari bu ayn harfini talaffuz qilishda. Biroq uning mahrojini tushunishlik harfni talaffuzini anchayin osonlashtiradi. Xo'sh, ayn harfining mahroji qayerda joylashgan? Halqumning o'rtasida. Bu tashqi tarafdan qaraganimizda labimiz va dahanimizning o'rtasidagi chuqurchaga to'g'ri keladi. Demak, shu yerda ayn harfi til va hiqildoq tog'ayning orqaga tortilishi natijasida hosil bo'ladi. Keling, buni amaliyotda sinab ko'ramiz. Dastavval oddiy a harfini talaffuz qiling. A. A. Endi esa yutinish harakatini yoki biron bir suyuqlikni yutish harakatini amalga oshiring. Ushbu harakatni siz doimki yutinayotgan paytingizdagi tomog'ingizni holatini eslab qolguncha davom ettirasiz. Endi esa yutinish harakati bilan birgalikda qo'shib a harfini talaffuz qiling. Ay. 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 Amma. An. Izohlarda ushbu uslub sizga qanchalik manfaatli bo'lganini albatta yozib qoldiring. Keyingi darslarda ko'rishguncha.